Salom hammaga, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugun qanaqangi video bilan keldim? Qana topinglarchi. Xullas, meni energiyam bilan, ya'ni kartalarimni energiyasi bilan moslashganligingizni, energiyangiz tutganligini va bu video siz uchunmi? Buning uchun energiya bilan moslashganlarda nimadaligini aytaman hozir. Shunday qilay. Endi bo'ldi. Qaranglar, agar yaqin orada biron bir texnika sotib olgan bo'lsalaring, ya'ni mashinka, texnika, shunga o'xshagan narsa sotib olgan bo'lsangiz, tamommi? Keyin shu 1-2 kunning ichida 1-2 kunning ichida qillaringizni olgan bo'lsangiz, ajoyib ko'p bo'ldi. Yani 1-2 kunda qillaringizni olgan bo'lsangiz, ya'ni qo'lingizni, oyog'ingizni va hokazo qayeringiz bo'lsa ham, shu qillaringizni olgan bo'lsangiz, keyin yana nima? 2 kundan beri asabingiz buzuq bo'lsa, yana nimangizda 2008-yili yaqin insoningiz vafot etgan bo'lsa yoki yo'qotgan bo'lsangiz, 2008-yili yaqin insoningiz yo'qotgan yoki vafot etgan bo'lsangiz yoki ajrashgan bo'lsangiz, birontasi bilan bu video sizlar uchun. Keyin bir soniya. Yana 1-2 kun ichida, ya'ni yaqin orada birontasiga sadaqa bergan bo'lsangiz, bu video siz uchun. Tamommi? Yaqin orada aytib o'tganman, shu qillaringizni tozalagan bo'lsangiz, bu video siz uchun. Yaqin orada uyingizga biron bir narsa, mashinka, ya'ni yana qaytarib aytyapman-ki, ko'proq anaqa bo'lsin deb. Bu video sizni qarshingizga chiqqan bo'lsa, siz uchun. Keyin bir 10 kun, 15 kundan beri oilangizda, yaqinlaringizda biroz yo tortishma, yo bo'lmasam hani xafagarchilik yashagan bo'lsangiz, bu video siz uchun. Tamommi? Bo'lmasam shunday. Telefon nomerimda 12 2 22 bu raqamlar bo'lsa telefon nomeringizda. Tamommi? Yoshingiz 22 da bo'lsa ham bo'ladi. Bu video siz uchun, eshitishingiz mumkin. Bo'lmasam sizda qarmalar bor. Qarma degani o'zbekchasiga tushuntira olmayman, ammo shunday tushuntiraman. Qarma degani bir xil narsalarni yashash, hayotingizga bir xil insonlar kelishi. Masalan, bir ilishki yashayapsiz, munosabat qurdingiz kim bilandir, sevgilisiz yoki oila qurdingiz deylik. Постоянно bir xil narsalarni yashayotganingiz. Ajrashib ketib boshqasiga erga tegsiz ham yana eski turmushingizdagi hayot yashayapsiz. Yo bo'lmasam sevgilingiz bo'lsa, sevgilingizdan ajrashgan bo'lsangiz, yana vaqtlar o'tib boshqasini topgan bo'lsangiz, u bilan ham xuddi bir xil narsalarni yashash. Ya'ni plastinka takror aylanib turgan bo'lsa, bir xil narsalarni yashab turibsiz. Ya'ni bu karma deyiladi. Ya'ni karma ichindasiz. Bu karma nima uchun sizga kelyapti bu karma? Bu karmani farqiga borsin deb, ya'ni bu karmayı tushunib yet, dars ol deb beryapti. Buni tushunib yetmagunizcha, dars olmagunizcha bu narsalarni yashayverasiz. Yoki bir xil mavzular, yoki bir xil insonlar, yoki bir xil hayot. Masalan, oldingi turmushingiz bilan boshqa bir nimalar deb ajrashgan bo'lsangiz, ikkinchi turmush qursangiz, yana shunga o'xshash mavzular bilan yana ajrashish. Yo sevgili bo'lsa, sevgilida ham har safarda masalan xiyonatga uchrayotgandirsiz. Bu ham bir karma. Yo bo'lmasam sevgili topganingizda
sizni zo'r boshida yaxshi bo'lib turib tashlab ketsa, keyin yana ikkinchisini topdingiz, u ham shunday qilsa, uchinchisini topdingiz, u ham shunday qilsa, ya'ni bu karma. Ya'ni bu hadeb bo'laveradimi, bu hadeb takrorlanaveradimi desangiz, bu karmani farqiga bormagunizcha, dars chiqarmagunizcha, dars olmagunizcha bu narsani yashayverasiz. Zehningiz tushunib yetdimi? Men karma yashayapman. Постоянно bir xil insonlarni hayotimga tortyapman yoki постоянно bir xil mavzular yashayapman deyayotgan bo'lsangiz, ana shu kun qiriladi u. Ya'ni bu narsani tushunib yetganingizda qiriladi. Ya'ni bu karmangiz qanday qiriladi? Uni tushunib yetgan kuningiz qiriladi. Uni tushunib yetgan kuningiz yo'llaringiz ochiladi. Karmani tushunib yetgan oningizda hayotingizda o'zgarishlar boshlanadi. Yani karmayı tushunib yetasiz. Tushunib yetib, to'g'ri, men karma yashayapman ekan. Постоянно bir xil narsalar yashayapman ekan. Ana shuning uchun ayol bo'lsangiz ham, erkak bo'lsangiz ham farq etmas. Ana shuning uchun menga постоянно bir xil narsalar kelyapti ekan. Deb buni farqiga borganingizda dars olgan bo'lasiz. Unga to'g'ri dars olmaysiz. Unga to'g'ri bir xil hayot, bir xil mavzu, bir xil insonlar bilan yashab turaverasiz. Bir xil mavzu aylanib, sanki hani labirintning ichida aylanib turaverasiz. Ana endi chiqib ketaman debgan yana aylanib. Yana bir xil inson kelar. Yo, buni dardimdan qutuldim. Bu muammoyimdan qutuldim desangiz, yillar o'tib yana bir xil muammo yashashingiz mumkin. Yo, bu insondan qutuldim, xarakteri chatadi desangiz, keyingi safar keladigan inson hayotingizga unga ham o'xshash taraflari bo'ladi. U bilan ham qanday ajrashgan siz bu bilan ham shunday o'xshash mavzular yashaysiz. Farq etmas, erkak, ayol. Hayotingizga kelgan ish bo'yicha ham, hayotingizdagi mavzular bo'yicha ham, ish bo'yicha ham постоянно bir yerga ketyapman, ishlagani ketyapman yoki qayerga ishga kirsam shunday insonlar sig'dirmaydi yoki meni yomon ko'rishadi yoki постоянно u yerdagi ishchilar bilan problem yashayman yoki menga yomon qarashadi yoki hammasi menga prinsip bo'ladi. Ya'ni bu ham bir karma. Yani qayga ishga borsam постоянно shu kollektiv bilan urushaman yoki kimgadir yoqman yoki shunaqangi insonlar chiqadi qarshimga desangiz, bu ham bir karma. Buni tushunib yetmagunizcha siz yo'lingiz ochilmaydi. Siz tushunib yetgan oningizda yo'lingiz ochiladi. Buni tushunib farqiga borishingiz kerak. Undan keyin bitadi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, boshda aytib o'tganlarim, ya'ni siz shunaqangi narsalar yashayotganligingizni, buni tushunib yetganingizdan keyin bulardan qutulishingizni ko'rsatyapti. Bu orada sizga aytgim keldi, ya'ni kartalarim energiyasi bilan bir xil kelgan bo'lsa, energiyalar sizlarga bu oy noyabr oyi yaxshigina pul keladi. Moddiyatdan yaxshi bo'lasizlar. Masalan, pullarga tilla olayotgandinglarmi? Tillani masalan ko'rib turib, rosa chiroyli ekan deb turib olmang. Buni tavsiya beraman. Misol uchun deb aytyapman. Ya'ni pulingizni biron nimaga tikyapsizmi? Nimadir olyapsizmi biznes uchun? Ya'ni ko'zga chiroyli ko'rinyapti deb olmang. Pul yillar, vaqtlar o'tgandan keyin bu menga pul keltiradimi deb oling. Bu orada bu bir oy ichida barakatli bo'lishingizni ko'rsatyapti. Pul moddiyotdan keyin homilador bo'lishdan barakatli ekanligingizni ko'rsatyapti. Xullas, pul moddiyotdan barakatlisiz, qo'lingizga pul keladi. Tushlaringizdan bu bir oy ichida ko'rgan tushlaringiz bo'ladi. Bugun tush ko'rsangiz, ertaga yashashingiz mumkin. Va bundan keyin o'zingizga ko'proq nima desam bo'ladi? Hammaga haddini bildirib, o'zingizga ko'proq vaqt ajratyapsiz. Ya'ni bungadir qildim-da, hammaga qildim-da, hech kimga yarana olmadim. Ya'ni meni hech kim bilmadi. Bundan keyin men o'zim uchun qilaman deyapsiz bu oy. Ya'ni har oy energiyamiz o'zgaradi. Shunaqangi bo'lyapsiz. Keyin sanki oldingi oylarda balki biroz qiynaldingiz, shansingizdan qiynaldingiz, boshqa bo'ldingiz, ammo shansingiz yana ochilishini, sizni qarorlaringiz bilan
ochilishini ko'rsatyapti. Faqat oniy stress bilan qarorlar olmay oxiri yomon bo'lishi mumkin. Keyin ishim yo'q deganlar ish topasiz, ishga kirasiz. Keyin ko'proq til o'rganishingiz mumkin. Ya'ni bir ish bor, bu ishda til kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni ingliz tili yoki boshqa til, ya'ni bir til o'rganishingizni ham ko'rsatyapti. Keyin ish anglashmalari bor. Masalan, chet eldagi hamkorlar yoki işte chet elga ishlash ketish yoki chet eldagi hamkorlar bilan ishlash uchun til kerak bo'lishi mumkin, o'qishingiz mumkin, kursga borishingiz mumkin va chet el bilan ko'proq ishlashingiz ham ko'rinyapti. Yo'talib qolyapman, shuning uchun to'xtatib yo'talib olib keyin sizlarga gapirsam yo'talyapman, gapirmay yursam masalan yo'talganim yo'q. Asalam ichyapman, limonim ichyapman, bola qilyapman. Yani hozir tuzalganim yo'q. Xullas, ish bo'yicha bu oy, ya'ni ishim yo'q deganlar ish topasiz, ko'proq chet el ishlari bilan. Keyin yangi kurslarga kirishingiz mumkin, yangi kurslar ochishingiz mumkin, chet el hamkorliklar bilan ishlashingiz mumkin, til o'rganishingiz mumkin. Shunday ko'rinyapti. Xo'p. Viza ishlaringiz bo'lsa, dokument ishlaringiz bo'lsa, bunlarni ham olasiz. Bunlardan ham xabar keladi. Viza ishlaringiz, dokument ishlaringiz kelishini ko'rsatyapti. Kutayotgan davlatdan qanday nima kutyapsiz, bunlar kelyapti. Keyin biroz kechqurunlari uyqusizliklar yashashingiz mumkin. Tizingiz og'rishi yoki işte belingiz og'rishi, keyin oniy kramplar yashashingiz, ya'ni tizingiz og'rishini ham berib o'tyapti. Keyin ya'ni yaqiningizdagi inson, turmush o'rtog'ingiz, akangiz, ukangiz yoki ish yeringizda birontasi sizni rasman yashash energiyangizni olayotganligini va buning uchun qo'ldan kelganchalik sizga manipulya qilayotganligini tushunib yetyapsiz. Keyin tilla ham olishingiz mumkin. Qo'lga uzuk, bilaklik va uzuk olishingiz mumkin. Sirg'a ham olish ehtimolingiz bor. Ya'ni sizlarga yanada barakat kelishi uchun bir anorni olasiz, yangi bir anor olib kelasiz. Uyingizda bo'lsa, uyingizga bir tovoqqa qo'yasiz. Tovoqqa qo'yib, uni 4 ga kesasiz, eshigingiz tagiga qo'yib qo'yasiz. Ammo hech kim tegmasligi kerak. Ya'ni 7 kun bu tursin eshigingiz tagida. Yanada barakatlar keladi uyingizga. Tamommi? Keyin ma'naviyatingizda ortishliklar bo'ladi. Balki duo qilasiz, namoz o'qiysiz, biroz ichingizga belgilasiz. Meditatsiya qilishingiz mumkin, rituallar qilishingiz mumkin, har kim ishonchiga ko'ra. İchingizga belgilasiz. Keyin ozgina ko'krak o'rtasi og'rishi mumkin. Bunlarga ham e'tibor berasiz. Ya'ni biroz og'riq his qildingizmi, doktorga murojaat qilingki, yanada battar bo'lmasin. Ammo bu bir oy ichida ko'proq o'zingizni topasiz. Ya'ni bir qidirish ichida bo'lishingizni va bir o'zingizni topishingizni va o'zingizni topganingizdan keyin ya'ni hayotdan nima xohlayapsiz, nima istayapsiz. Ya'ni bunlarning farqiga borasiz. Hayotdan kuch istayapsiz, kuchli bo'lishni. Ya'ni mag'lub bo'lish emas, kuchli bo'lish. Tabii ki hech kim mag'lub bo'lishni xohlamaydi, ammo yanada yuksaklarga chiqish, kuchlanishni xohlaysiz. Va hani sizni hayotingizga zarar berayotgan inson borki, sizni qoningizni emayotgan vampir borki, işte bunları o'zingizdan, farzandlaringiz bo'lsa farzandlaringizdan uzoqlashtiryapsiz. Yani ko'proq unga e'tibor bermayapsiz, ko'proq farzandlaringizga yoki işte o'zingizga e'tibor beryapsiz. Biroz ma'naviyatingiz ham ortgan bo'ladi bu oy. Ma'naviyatingiz ortadi. Balki işte falchiga borish, meditasyon qildirish, duo o'qish, namoz o'qishinglar, ya'ni shunaqangilar bo'ladi. Bu vampir maska taqyapti bu yerda zaten. Hani juda ham sizni zehningiz bilan o'ynayapti. Juda ham sizni aqlingiz bilan o'ynayapti.
sizni asabiylashtirishi, sizni xursand qilishi, ya'ni boshida balki sizni judayam hani xursand qildi, sizni xuddi eshitayotgandek bo'ldi, dardingizni eshitayotgandek bo'ldi, sizga kuch berayotgandek bo'ldi, ammo ham hani jasoratsiz bo'lganligi uchun ham o'yin qiladi, ya'ni ikkiyuzlik qilayotganligini farqiga borasiz. Farqiga istar boring bormang, ammo boring, yanada men aytib o'tyapman. Keyin bir 11-kunga e'tibor beringlar. 11-kuni tortishma yashashingiz mumkin. Janjallashma, tortishma, ya'ni o'rtoqlar yoki do'stlar yoki uyda bir kattaroq janjal chiqishi mumkin. Bunga e'tibor beringlar, ehtiyot bo'linglar. 11-kuni iloji boricha hamma narsadan uzoq turinglar. Aytib o'tdim, boya aytib o'tgandim, yana bu keldi. Davlat yerlaridan xabarlar olasiz. Viza ishi, dokument ishi, grajdanstvo ishi yoki propiska ishlaringlar bo'lsa, ya'ni bunlardan xabar kelyapti. Pasport ishi va hokazo, kredit ishi, bunlardan xabar kelyapsiz. Bir xabar olyapsiz va ba'zi birlar esa kasalxonaga ham borishingiz mumkin 27-kuni. Sog'lig'ingizdan albatta meditatsion duolar bilan yana sog'liqli bo'lishingizni ko'rsatyapti. Ertaga, ya'ni ertaga derkan, yo'q, bugun 5. Bugun 5-kunda o'zingizni ham yaxshi his qilishni boshlaysiz. Biroz bo'lsa ham barakatlaringizda ochilishi boshlaydi, ammo kechalari esa yana tuyg'usallik osh bo'ladi. Ko'proq farzandlari borlarda tuyg'usallik, kechasi uyqusizliklar, bir vaqtgadir sezgilaringiz ishga tushishi, hislaringiz ishga tushishi, farzandlaringizni o'ylab, uni o'ylab, buni o'ylab, ya'ni kechasi uyqusizliklar yashashingiz mumkin. Xo'p, yana sizga nima deydi? Shuni olaman shekilli. Ya'ni boya ham aytib o'tdim, mana shu yerda bir yerda aytib o'tdim. Ko'p narsalar farqindalik, ya'ni ko'zingiz ochildi, ya'ni maymun ko'zi ochildi deydi-ku, bu oy farqindaliklar yashaysiz. Balki kichkina narsaga e'tibor bermaganingiz buni farqiga borasiz. Misolda kichkina mavzularning farqiga bormagansiz, buni farqiga borasiz. Yoki bu vampirni farqiga bormagansiz, buni farqiga borasiz. Farqindaliklar, oydinlanmalar yashaysiz. Ba'zi kishilar ba'zi mavzularga qarshi farqindalik, oydinlanmalar yashaysiz. Va bu oy moddiyot ish bo'yicha sanki hani taqdirlanishingiz bor. Boshida aytib o'tgandek, ish topasiz. Ishim yo'q deganlar, ishingiz bo'yicha til o'rganasiz. İşte chet el bilan hamkorlik, chet elga ketish, o'qish, ya'ni o'zingizni kelishtiryapsiz, o'zingizni rivojlantiryapsiz, kuchlanyapsiz, oyoqqa turyapsiz, siz kutgan dokument xabarlari, davlat xabarlari, bunlarni olyapsiz va rag'batlanyapsiz. Ya'ni buni xursandchiligini o'zingiz yashayapsiz, ham xursand bo'lyapsiz. Ajoyib darajada kuchlanyapsiz, ajoyib darajada yangi fikrlar, yangi xayollar, yangi tushunchalar kelyapti. Ammo o'tmishi bu yerda beryapti. Balki o'tmishdagi sizni qiynagan insonlar yoki işte o'tmishda ba'zi qiynalganlaringiz, bunlar biroz sizga bosqi berishi mumkin, ammo bosqi berishiga yo'l qo'ymang, eski o'tmishga yo'l qo'ymang. Turmush o'rtog'ingiz bo'lsa, turmush o'rtog'ingizni ko'proq turmush o'rtog'ingiz bilan tez-tezda tortishma, yo bo'lmasam tez-tezda shubha, ya'ni shunaqangi narsalar yashaysiz. Ammo o'tmishni orqaga tashlang, o'tmishni ko'ming. Ya'ni sizga bu yerda o'lim karta tushdi, ya'ni sizga boshqa bir davr, boshqa bir zamon boshlanyapti. Ya'ni ichingizdagi butun negativlik, ya'ni nima yomon, nima zarar, oq va qora, bunlarni hammasini ko'ryapsiz. Keyin yuzimda holi borlar uchun ham
Bunları ko'mayapsiz va beruvchi emas, oluvchi holiga kelyapsiz. Ya'ni bu nima degani? Balki siz yaxshilik qildingiz, hammaga berdingiz, hech qachon yaranolmadingiz. Endi men uchun qilish. Endi men faqat olaman. Energiyani ham olaman, moddiyotingni ham olaman. Ya'ni men oluvchi taraf bo'laman. Xohlasang shu, xohlamasang katta ko'cha deyapsiz hammaga. Ya'ni jasorat kelyapti. Yangi boshlang'ichlar, yangi yo'lga qo'yilishingiz, yangi ish boshlashingiz, yangi narsalar ochishingiz mumkin ko'rinyapti. Politikachilik bir holga o'tyapsiz. Yangi bir boshlang'ichlar yashayapsiz. Faqat dangasizliklar yashashi mumkin. Bu ham zehningiz. Çünkü bu yerda bir vampir bor. Bu biraz zehninizda dangasizlik yaratishi mumkin, ama siz nima qilyapsiz? Ortiq men tajribaman, men ustaman deyapsiz yani. Ya'ni sizni manipulya qilmoqchi insonlar farqiga boradi. Ortiq meni manipulyamga o'ynamayapti. Ortiq nima qilsam yaramayapti. Meni manipulyamni farqiga borib qoldi. Endi tishim o'tmayapti, gapim o'tmayapti, manipulyam o'tmayapti. Yani iç etini yeyadi, iç etini. Tamam mı? Soling ketsin. Yani bundan sonra men. Sizdan tulki tomonga o'tyapsiz. Siz ham yomon tomonga o'tyapsiz. Ko'ryapsizmi turishingizni? Turishingizni ko'ryapsizmi? Bu holga kelyapsiz. Mana endi senlarmi deyapsiz. Men tajribalandim, senlar meni aldashding, senlar meni manipulya qilishding. Yani her türlü o'yinlar qilishding menga, yani qonimni emishding. Endi men senlarni qoningni emaman, qarab tur deyapsiz. Vallahi sizni ko'rsam qochaman. Shunaqangi deyapsiz. Aqllanibsiz. Malades. Malades. O'zingizni o'ylab faqat pastga tushib ketmayaptimi? O'zingizni o'ylab yangi boshlang'ichlarga qadam otyapsiz. Ama hammaga haniga nima bo'lyapsiz? Yani adabini beryapsiz, короче. O'zingizni qo'rishni, himoya qilishni, zehningizni, dangasizliklaringizni, bunlarni himoya qilishni o'rganibsiz. İstesen hazır qilish, istasang manipulya qilish, istaganini qilish. Hodri maydon. Men tajribaliman deyapsizlar. Vay be. O'sha meni ko'zim ochildi. Hamma narsani farqiga bordim. Hamma narsani farqiga bordim deyapsiz. Bu arada hani o'zingiz bilan ham g'ururlanyapsiz. O'zingiz bilan ham g'ururlanyapsiz. Sonra biron bir tanishingiz bo'lsa ko'rishib qolasiz. Balki uzun zamondan beri ko'rmayotgandingiz, sevgilingizdir, tanishingizdir, o'rtog'ingizdir, balki juda ham muhim insondir. Belki uzun zamondan beri ko'rmayotgandingiz. İşte bu bilan qarshilashib qoladigan ko'rinyapsiz. O'tmish yashamlari to'g'ri solyapsiz yani. Nima bo'lsa bo'ldi, ortiq yo'q, meni o'tmishim ortiq yo'q deyapsiz. Ortiq men olaman hammadan. Senlar mendan olishding bugunga doğru qarab turish, endi men senlardan olaman deyapsiz va xursandchiliklar ham yashayapsiz. Bu noyabr oyida xursandchiliklar ham bor. Güzel xabarlar olasiz, moddiyotingizdan yaxshisiz, pulingizdan yaxshisiz, ishga kirmaganlar ishga, yangi anlaşmalar, yangi ishlar, yangi hamkorliklar, chet el bilan hamkorliklar, mesela internetda, yani kurslarga borishingiz, til o'rganishingiz va hokazo, bunlar juda ham go'zal. Kechalari farzandlaringiz bag'rida. Bu vampirga ham farqiga boryapsiz. Bu vampirga ham keragicha javob beryapsiz. Faqat 11-kuni diqqat e'tiborli bo'ling. 11-kuni ozgina tortishmalar yashashingiz mumkin. Noyabrda oxirlariga, ya'ni 20'laridan keyin, 27, 20'laridan keyin siz kutgan davlat yerindagi xabarlar, aytib o'tgan xabarlarim
keladi. Noyabr oyi ma'naviyatingiz kuchli, tuyg'usalsiz, bir qattiq qo'lsiz, ma'naviyatingiz ham kuchli bo'ladi. Tamommi? 25 daqiqa javrabman. Inshaalloh tushuntirib olgandirman. Nimagadir ichdan keldi, aytgim keldi. Bir shunaqangi videolar qilib turaman. Mendan ko'chirish bo'lmasa qilib turaman. Bo'ptimi? Keyingi videoda ko'rishguncha bay bay.